degan birinchi savol demak, yashirin nikoh bo'ydoqlar uchun shariatimizda halolmi deb so'rashibdi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Nikoh dinimizdagi eng muqaddas rishtalardan, aloqalardan biri hisoblanganligi uchun bu borada ham dinimizning o'zini belgilab qo'ygan o'lchovlari bor. Jumladan nikohni e'lon qilish, boshqalarga bildirish masalasi eng asosiy nikohning shartlaridan biri hisoblanadi. Ana shu e'lon qilishini miqdori, shakli borasida ulamolarning bu boradagi ba'zi bir farqli ko'rinishdagi gaplari bor. Jumladan hamma ulamolarning barchasi, butun ulamolarning hammasi o'sha e'lon qilishlik uchun ikkita guvoh bo'lishligi o'sha e'lon bo'lishligiga kifoya qiladi deganlari kiradi. Ya'ni barcha ulamolarning nazdida guvoh nikohdagi shartlardan biri hisoblanadi. Nikohning joiz bo'lishining sharti hisoblanadi. Demak, bir erkak va ayol nikohlanadigan bo'lsa, ularning nikohida, nikohlanish aqdi marosimida ikkita erkak yoki ikki ayol bir erkak guvohlikka o'tsa, ana shu guvohlik asosida tuzilgan nikoh aqdi sahih aqd hisoblanadi va ularning o'rtasidagi demak bog'langan nikoh shariatimizga ko'ra to'g'ri nikoh bo'ladi. Va bu mana shu ikkita eng oz miqdordagi ikkita guvoh bilan birgalikda qilingan narsa e'lon hisoblanadi. Ana shu e'lon e'tibori bilan ularning nikohi durust bo'ladi. Yashirin nikoh deganda agar mana shu narsani nazarda tutilgan bo'lsa, demak guvohlarning borligi, guvohlarning ishtiroki nikohning yashirinligidan chiqarib qo'yadi. Endi bu borada ulamolarning yana bir gaplari bor. U ham bo'lsa, bir ikkita guvoh ishtirok etmagan yashirin nikohlar bor. Ikkita guvoh ishtirok etmayapti, lekin bekitqicha erkak va ayol bir o'yga kirdi va aytdiki, men senga tegdim, unisi aytdiki, men seni oldim desa, mana shuni nomini yashirin nikoh deyiladi. Guvoh yo'q, guvohlar yo'q, shuning uchun bu yashirin nikoh hisoblanadi va bu shar'an botil nikoh bo'ladi, joiz emas nikoh bo'ladi, mutlaqo durust bo'lmagan nikoh hisoblanadi. Shuning uchun bunday nikohda bilan qilingan nikoh zino bo'ladi. Ularning o'rtasidagi munosabati mabodo farzand bo'lib qolsa, farzandi ham valadi zino hukmida bo'ladi. Endi shu erkak va ayolning nikohlanish marosimida ikki erkak yoki ikki ayol bir erkak guvohlar ishtirok etsa, demak uning yashirinligi yo'qoladi va u hammaga e'lon qilingan nikohga o'tadi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib qo'ymoqchimiz. Nima bo'lganda ham nikohlarda tomonlarning tarafdorlari, ya'ni erkak tarafni ham, ayol tarafning ham mas'ul odamlari, ota-onasi, aka-ukasi, yaqinlari birga ishtirok etsa, ko'ngilsizliklar, aldab ketishlar, hozirgi paytda ayniqsa ayollarni aldab nikohlab olishlar yoki ayollar eri bo'la turib aldab ba'zi bir erkaklarni nikohlanib olib pulini olib ketishlar kabi holatlarni oldi olingan bo'ladi. Alloh o'zi barchamizni to'g'ri yo'lda, demak hidoyatda bardavom qilsin. Allohu a'lam bis-savob.